Salom do'stlar, sizlar bilan men Strojbek. Do'stlar, bugun Minecraftda 10 kun yashayman, ya'ni Minecraft olatda mana shu orolchada 10 kun yashayman. Orolni ya'ni meni shartlarga ko'ra men bu yerda ucha olmayman, ya'ni uchmayman. Yana bu original Minecraft emas do'stlar, Minecraftga o'xshash o'yin. Ya'ni Minecraftga o'xshaydi bu ham. Minecraft desa ham bo'ladi buni. Hozir do'stlar sizlarga bu orolni ko'rsataman. Mana do'stlar, orol. Ko'rib turibsizlar. Endi tushib olamiz. Hozir kech kirdi do'stlar, birinchi kun oldimini shu yerda uxlaymiz. Bitta kravat olamiz, o'zimizga bo'ldi. Xo'p, bu yerda yo'q ekan. Bu yerda ham yo'q. Bitta kravat olamiz. Bu yerdan do'stlar, mana bu yerda bossak. Mana endi uxlaymiz do'stlar. Nimagadir uxlamayapmiz. Bilmadim nima ekanligi. Uchda ekanman do'stlar. Uchni o'chirmoqman do'stlar. Mana uxlayapti, bo'ldi, uyg'on. Hali tun ekan. Bo'ldi, endi tur. Hop. Quyosh chiqib ketibdi-ku. Demak, bu bizning birinchi kunimiz do'stlar. 10 kun yashashimiz kerak. Mumkin emas. Birinchi navbatda uy qurib olish kerak do'stlar. Men shubdak hozir uchib bu yoqqa qidirishga vaqtimiz yo'q. Ya'ni mumkin emas, vaqtim yetarlicha adashib ketdim. Video vaqti biroz cho'zilishi mumkin do'stlar. Men sizlarga faqatgina vaqtingizni tezroq o'tkazishga yordam bermoqchiman yoki sizlarning vaqtingizni cho'g'ga o'tkazmoqchiman. Do'stlar, qani obuna va like tugmalarini bosib qo'yinglar do'stlar, sizlardan iltimos. Birinchi g'isht olamiz. Xo'p, g'isht oldik. Endi qurishni boshlaymiz mana bu yerga. Mana shu daraxtni birinchi navbatda olib tashlaymiz. Yo'q, daraxtga tegmaymiz. Mana bu yerdan boshlaymiz. Xo'p. Mana shuni qo'yamiz do'stlar. Ana uchinchisi. Uyimiz biroz kattalashib ketdi do'stlar, mayli. Yana bir blokdan qo'ysak bo'ldi. Yaxshi. Yon tarafini 1 2 3 4 5 shu chiziq bo'yicha kelaveramiz. Chunki u teng bo'lishi kerak do'stlar. Mana bu
yig'sak bo'ldi. Adashib ketdim. Bo'pti, to'g'rilab olamiz. Bu yerda qurish kerak. Bo'ldi. Eshikni shu yerdan qo'yamiz. Endi eshik bor ekan qilaman. Endi tepa qavatni yopib keyin ichkarilarni tozalab chiqamiz. Endi uyimiz yomon bo'ldi endi. Bori. Chunki yaxshi uy qurishga vaqt yo'q do'stlar. Endi chiroq qo'yib olish kerak. Chiroqlar qo'ydik do'stlar. Endi qurishda davom etamiz. Endi qurishimizni mana bilan yo'q qilamiz do'stlar. Tegizlab chiqamiz tagini. Uyimizning tagini tegizlab chiqamiz do'stlar. Mana do'stlar, bu tozalab bo'ldim. Tak, endi quyosh qayerga ketdi? Quyosh qochib ketgan bo'lsa. Men tunga yaqinlashib qoldi do'stlar. Endi nima qilamiz? Biroz aylanaylik, nimadir toparmiz balki. Uyimizni yo'qotib qo'yamiz do'stlar. Piyoda yurishda qasad qilamiz keyin uyimizni. Shu atrofda aylanaylik. Chiqamadik. Uy yo'qotib keyin yana uy qurib yurmaylik. Hop. Xo'p, так что. Bitta TNT portlataymi do'stlar? Mana shu yer keraksiz bo'lib turibdi. Bitta TNT portlataymi? Bunda TNT'lar boshqa do'stlar. Boshqacha. Bitta portlatsak ham yetadi. Tugmani qo'yamiz. Biron portlatib ketmaydi. Minecraft qoldi menda. Qanday portlaganini ham bilmay qoldim. Bitta TNT portlatib qayerlar nima qilib qo'ydim. Hech kim ko'rmadi do'stlar. Minecraft qo'lda bo'lsa qo'ltayib ketdi. Hop, bitta TNT portlatgandim, bo'lib daraxt tushib ketdi. Biz hech narsa qilmadik, hech narsani ko'rmadik. Shunchaki like bosinglar. Mana tunam kirib qoldi. Birinchi tunni yakunlaymiz. Quyoshga bir xayr qilaylik. Ulgurmaymiz shekilli, ulguramiz. Voy. Ana, quyosh botishi do'stlar. Video qismlarga bo'linib chiqadi do'stlar. Bitta TNT portlatamiz deb butun muzlikni. Agar bir ikkita portlatganimizda orolchani yoqib urar ekanmiz do'stlar. Ana turam kirdi, tezroq uyga kirish kerak. Ana. Endi uyni biroz bezayman do'stlar. Hop, nima qilamiz? Stol olamiz, stol. Endi stol olish kerak. Stol yo'q ekan, qaytamiz. Hop, issiq bo'lishi uchun olamiz. Keyin do'stlar
Ketaveraylik. Nimalar bor ekan bunda? Ovqatlanish kerak. Non olamiz. Go'sht olamiz. Nimalarimiz kerak emas. Qornimiz ham och qoladi. Bo'ldi do'stlar, hozircha bu yerdan stol olamiz. Stol. Hop. Bitta stol chiqadi menda. Mana chiqdi. Hop, taklif do'stlar mana. Ustiga chiqishga majburmiz. Ana. Bu yerdan olishda qilamiz. Qani bo'lmasa o'tiramiz. O'tirib bo'ladimi shunda? Bilmasdan qildik. Hop do'stlar, endi yeb. Shunday yeyildi-ku bu. Yeb, qorni ochmas shekilli. Qorni ochmas shekilli yemayapti do'stlar. Men qornim ochmas ekan do'stlar. Do'stlar, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bunda keyin zo'r videolar chiqadi. Keyingi video jang haqida bo'ladi do'stlar. Shuning uchun shoshiling. Obuna va like tugmalarini bosib qo'ying. Bundan keyingi video yoki buni ikkinchi qismi bo'lishi mumkin yoki jang haqida, ya'ni qo'shinlar jangi Instagramda trend bo'lyapti-ku. Shunga o'xshash bitta jang o'tkazamiz do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.